Hürmetli kitap anlıqçılar, huzuruңlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 2. Tümenligen olmaslarını çeçip etkendek, çaraqlap көзні qamaştırıp turgan keçi asmandaki yulduzlar bilen Sahip Jamal Uyghur qızlarının qışını əsiltidigan 6 günlük əgim ay sus nurini Yakan Saidiya xallıqının ostanisi qadimki şəhər Yakanның hem yeriga takşiyi çaçatdı. Şəhər sepilining üstüdeki qaravul xonlarda, ordu sepilining küngüre munarlarida Közətdə turğan ləşkər yasavullarının qoludakı qilish nayzilar suz ay nurida soğuq yaltıraydı. Hərəmdəki həşəmətlik qasr ravaqlarının, aybatlik xan sarayının gümbaz qubbalarındakı rəngdar kahişlar bu qədimki şəhərinin səltənətini köz-köz qılıbatqandək həşəmət bilan paqıraydı. Ostana rəstlərində kəşki bazar qızğın davam qılıbatdı. Qismən dəng saraylar, oshxonlar, kavabçılar, yesibçilar, g'oltak go'shi satquchilar, namozsham bozordagi hojatman ilib satarlar. Uşaq tijoratchilar, baqqallar, o'pigarlar texicha do'konlarini yig'ishmagan edi. Shaharning chiltanlarim, Hazrati Pir mozorlari ve xonqa darvozasi taraflardan anlangan qalamdarlar, so'pi darvishlarning hum Allah haq do'st deb zikri qilishlari shahardagi qizg'in hayot shavqulariga moslashmagan holda xuddi shaharga bostirib kelayotgan bir to'p yirtqushlarning huvlashlaridek vahimalik tuyg'u beradi va ashu mozor xonqalarga qandaqdir bir ilohiy kuch baxsh etib sirliq hem mudhish ko'rsatdi. Şunun bilan birga Oltin Luqum mozirdagi xonlar qabristonligida tilovat qilayotgan qorining mo'ngluq ovozini kechining g'urg'ur shamili uchirib keladi. Mo'ngluq kuyiga o'xshash bu ovoz go'yo ichinishliq bir nola faryoddak odamning yurak bag'rini ezatdi. Şəhərinin qaysı bir çetidən anlanğan, satarğı tənkaş qılınğan bu muqam avazı asta-asta əvciga çıxıb, sopi dərvişlərinin vəhimilik hu-hu-larını qarining nollik qiraətini besib düşdü. Naməlum muqamçının tağ sularıdək süzük və caranlıq, sehirlik avazı ostan osmanda caranglaydı. Şu daqiqada xon sarayı Göristan jimjitlikqa cho'kkan edi. Saray atrofidagi muhofizatchi yasovullardan tortib, saray xizmatkorlarigacha, shohnishindagi vazir vuzrolardan tortib, udaychi ishq boqarlargacha go'yo cho'ngroq nafas olsa, darholla jini chiqib ketadigandak vahima bilan sukutga cho'mgan edi. Barliq o'rda arkonlarining beshi maydisiga sangilgan. Көздері пұтының ұшчыға тікілген болып, шахнишинның нақышылық там торысырға есілған күміш шамданладыки, юлтыздак еніп кеткен шамланың yorqida чырайдырдыки юшыранмаған вәхимілік ифадылар манымен деп көрініп тұрады. Төрдіки үш кәз егіздікті мәрмәрден ясалған 9 paylik шах сұпсының үстідіки çoğdak xotan gelimining üstüge o'rnatilgan. Tutqush va qubbilari quyma oltindan yasilib, har xil rangdagi olmos, yaqut qashtishidan ko'z qo'yib bezalgan hashamatlik taxtda davlat panoh Sultan Abdullaxon g'azablik alpozda saltanat bilan o'tiradi. Uning cho'ng-cho'ng surlik qo'y ko'zlari tövendagi o'rda arkonlariga gumonxo'rlik bilan tikilgan edi. Shahnishin ichida qattiq iztirobda qolgan cho'ng kichik amirlarning vahima ilkidagi pushuldab tinishlari va yuraklarining ansiz so'qishlaridan boshqa hech qanday shapi anglanmaydi. Alyatqu mahalda xonning tuyuqsiz kengashga chaqirtqanligidan taajjublanib, turlik o'y-xayollar bilan Shahnishinga odirab tinib jam bo'lgan bu o'rda arkonlari o'tirishga ijozat berilmaganligi uchun xonning chiroyidagi g'azabdan as hushlarini yo'qotishib, erkinroq tinishqimi
cüret qılanmay, qol qovuşturğanicha yerga qarab turishadi. Barliq əmirlərinin toluq kelib bolğanlığıga көз yetgan divan begi taxtga yaqinroq kelib Sultan Abdullah xonga murojaat qildi. Adalet panoh on hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Kelishga tegishlik orda ayonlarining hammasi kep bo'ldi. Sultan Abdullah xon taxtning oltin qubisiga yulangan semiz gavdasini sal rusildida, tövanda qo'l qovushtirib turgan amirlarga bir qitim tez nazarini yugurtgandan keyin javob kutib turgan divan begiga qo'l ishorasi qildi. Xonning qo'l ishorasini ko'rgan divan begi amirlarga yuzlanib, unlik ovozda farmon yetkazdi. Xon olilari amirlarni o'tirishga ijozat berdi. On hazratimning shafqatiga hashqallah. Amirlar birdak xonga tashakkur etishib, yengil tin erishdida, amal martabasi bo'yicha o'zlarining o'rinlarini tepib o'tirishdi. Qisqagina өр төпіден кейін Шахнишин yana ilgirgidek timtoz holatiga keldi. Kurslарға joylashib o'tirgan amirlar yer tegidan xonga ehtiyot bilan qarashib, yana beshini tövan silishdi. Nimigadir ochiqlanib qolgan xonning qopig'i texichilar turk bo'lib, qo'shimlari kirishib ketgan edi. Sultan Abdullah xon ko'ngan odati bo'yicha gelini 2 qitim qirvatgandan keyin so'z boshladi. İşençilik ma'lumotlardan qaraganda Qashqardagi bir qism munofiq riyokorlarning kushkurtishi bilan Shahzoda Yo'lbosxon xutbini o'zining nomiga o'qitibdi-dak. Albatta, Shahzodani oq demakchi emasman. U noinsof Shahzodaning niyat iqboli bizga xeyli burunla oyon bo'lgan. Ammo saltanatimizning bir qism yo'shurun ag'yorlari Shahzodaning atrofiga to'plashib, farzandni padarga qilish ko'tarishga kushkurtmoqda. Bu yerdagi ag'yorlari degan gap dushman degan gapkan. Uzundan beri xonliqimizning tuzini yeyotgan bir qism amir baglarimiz tuzkorlik qilib, bizdan yuz o'rib Shahzodaga moyil bo'lmoqda. Men Qashqar amir baglarining munofiqlik qilganiga ishonsam-mu, lekin o'rdamdagi amirlardan menga sotqinlik qildiganlar chiqar deb zinhor o'ylamagan. Mana bugun ordimizning yuqori martaba va oliy in'omlariga uzundan beri noil bo'lib kelgan bir osiy amir o'zini oshkorladi. Xonning so'zi mushiya kelganda Shohnishindagi barliq amirlar xonga yertigidan xuduksirab, bir-biriga gumonsirab qarashib oldi-da, o'tirgan o'rinlaridan ixtiyorsiz qimirlashdi. Qandaqdir bir qo'rqinishdan yuraklari ansiz so'qib, kimxab to'nga qimdalgan vujudlarini sovuq ter bosdi. Shahzoda Yo'lbosxonning dadisidan xonliq taxtini tortib olish niyati oshkorlangan bir necha yildan beri Sultan Abdullah xonning o'g'lining vafotsizligidan qattiq ranjib, gumonxo'r, oson g'azab qiladigan, rahimsiz, chechilg'oq bo'lib qolganligi barliq amirlarga ayon edi. Xon g'azablandimi? Bo'ldi. Biror kimning kollasini olmay bo'ldi qilmaydi. Ah, Tangrim. Bugun qaysi sho'r peshoni amirining ajli to'shdikin? Xon olilarining ko'ngliga o'zing insof tavfiq bergansan. Sultan Abdullah xon vahimadan kirpidak tugilib ketgan amirlariga so'g'uq nazar tashlab gapini davomlashtirdi. Bir haftadan beri o qig'ach lashkarlarimni mashq qildirman deb ostondan chiqib ketgan munofiq osiy amir Mirza Yusuf Bey 2000 lashkari bilan Qashqarga berib, Shahzodadan panohlik tilabdi. Bu yangi shum xabardan amdila xabar topgan amirlarning kimxob, baqasam tonlarga o'ralgan gavdalari yana qaytadan qimirlashga boshladi. Amir Mirza Yusuf Bey bilan yaqin birodarchilik qilib o'tgan bir qancha amirlar o'zlarining bu xoiniga chetilib qilib, xonning g'azabiga uchrashidan qo'rqib, yuraklari shunda qattiq og'diki, paylari sirqirab, putqo'ndirda jon qolmadi.
Бүткіл vücudini qora ter besib, hushini yo'qotib qo'yishdi. Әмір Мирза Юсупбек bilan chiqishamay odavatlaşib kelayotgan va shu munosabat bilan xonga bir qancha qitim arz qilishgan amirlar bo'lsa, o'shqi siyo tushgan qimarvozlardek shunda xush bo'lishib ketdiki, xondan texmi cho'ngroq mansab, katta inomga erishish tamasida sho'lgaylari eqib mas bo'lib ketdi. Xudo buyursa, bu riyokor amirlarning adibini pat yaqinda bergaymiz. Abdullaxon taxtga yaqinroq joyda oldidagi shiraga qog'oz, qumush qalam, siyoh tayyorlab yorliq yozishga hozir bo'lib o'tirgan Sarmunshiga qarab gapini davomlashtirdi. Bu yerdagi Sarmunshi degani bosh kotib degan gapkan. Mirzabek darhol yorliq putuk tayyorlag'ay. Qo'g'liq, poskam, makit baglari o'ziga qarashliq navkarlarni yig'ib ozuq tülük, qural yaraqlarni taq qilib, farmon kutgay. Ostondagi sipah baglar mening ruxsatimsiz lashkarlari bilan ostondan ayrilmag'ay. Shaharga kirib chiquvchilar qattiq tekshirilgay. Farmonga xiloflik qiluvchilarning kallasi ilinadi. Amir Mirza Yusupbekning 7 avlodigacha qirib tashlang'ay. Mol mulki xazinaga ilinib turalg'usi ko'ydirib etilgay. Sultan Abdullaxon farmonni berib, bo'lib taxtning oltin tutquchiga tayanganicha o'rnidan turdi. Uninggacha barliq amirlar durda o'rinlaridan turishib, qo'l bog'lashganicha xonga hurmat bildirishdi. Xon amirlarga ko'z qirinimi sanmasdan, xos ilingan yon eshik orqali shohnishindan chiqib ketdi. Amirlarning qaytishiga ijozat. Divan begining yiqimliq bom ovozi bilan tang barliq amirlar yengil tin erishganicha Allohga shukr sano etishdi. Yuraklari qattiq mujilib ketgan amirlarning boyamqi vahimasi texi tarqilib ketmagan edi. Shunlashqa ularning shohnishinda birer ikki ig'iz o'zaro gap qilishqimi ro'yi bo'lmay, shohnishindan jim-jimla chiqib ketishga alrashdi. 3. Shohnishindan yenib chiqqan Abdullaxonning nima uchundir haramga kirishga ko'ngli tatmadi. U o'rda beg'iga yondosh selingan haramdan anglayotgan ayol kishining mo'ngluq naqshisiga bir pas quloq soldi-da, o'rda beg'ining kun chiqish tarafidagi qasrga qarab mangdi. O'rda sepilining 9 darvozasining har birini 300 dan yasovul, birdan sarkardining boshchiligida qo'g'digandan sirt Orada içinin hamma yerda har 10-20 qadamda birdan nökər qaravulluq qiladi. Sultan Abdullaxonning kelayotganligini ko'rgan nökərlər qaddini roslab xonga hurmat bildirishdi. Xondan 2-3 qadam orliq qoldirib, alam mahorati va sadoqatmanlikda ishonchiga erishib, tanlangan bastlik kelgan 4 nafar xos yigit Sultan Abdullaxonning diqqatini choshmaslikqa tirishib, xondan 2-3 qadam orliq qoldirib, atrofni hushyorlik bilan kuzatib kelyotdi. Ulardan yana 4-5 qadam orliq qoldirib, divan begi, haram og'isi va Bekavul beg bir qancha mulozimning hamrohligida paypaslab kelishmoqda edi. Bu yerdagi Bekavul beg degan gap xonning maxsus yemak ishmikiga mas'ul amir ekan. Abdullaxon qasrning oldidagi 10 mo cho'nliqdagi ko'lning qaramtul paqirab turgan suyiga xiyolchanlik bilan nazar tashladi. Su betida sanoqsiz yulduzlar xonga qarab g'amkin ko'z qisib. Bu manzara xonning dilxasligini texmi bak oshiribdi. Lalizar Ravaq deb atiladigan bu qasr xonning tomuz pastida orom oladigan, bazmi uyushtirib, ko'ngil ochadigan so'rini bo'lib, bir mo kagudak doiradagi marmar supining 4 tarafiga gilam o'rnidek cho'ngliqda shoh supa chiqirilib, orqasi va ikki yeni yog'och sala sunlar bilan to'silib, usti mehrab shaklda guldor naqsh chiqirilib yepilgan. Shoh supining ustiga o't qoshdek qizil zilcha, qat-qat ta'tillar ko'rpa va yuvinib o'tirish uchun pay yostiqlar tashlab qo'yilgan edi.
Mərmər supuның qalğan yerigimi giləmlər silinib, çörgültüb, yekəndazlar joylashtirilgan edi. Qasrning to'rt atrofi xarat va me'morlarning ko'ngil qo'yib loyihalashi bilan 6 burjaklik, üstü qubba shakllik tal barıngı yasalgan bo'lib, Ordu bağvalarining ko'ngil qo'yib parvish qilib o'stirishi bilan butkul xonliq tavasida bar üzüm xilridan bir ko'takdan silib, tujiblar barangga ilingan edi. Üzüm talla butkul barangni to'liq chumkigan edi. Yog'ochchilik, me'morchilik va bog'bonchilik san'ati bir gavdalashtirilgan bu tal barangliq sorun har qanday kishining zo'qini keltiradi. Sorunning oldi tarafiga qo'llangan 10 mo ko'lamdagi ko'l butunlay marmar toshlar bilan suv singishmaydigan qilib yasab chiqilgan bo'lib, Orduning g'arbidagi Haydar bog'ining ichidagi cho'ng ko'lda alohida suzildirib, ondan bu ko'lga boshlab kelinganligi uchun ko'l suvi aynakdak suzuk edi. Ko'lning tagiga yotqizib qo'yilgan har xil rangli toshlar aynan ko'rinib, kunduzi quyosh nurida ajoyib rangdor julalaydi. Odam bo'yi suv to'ldirilgan bu ko'lga Abdullaxon Tomuz oylarining dimiq kechalarida pat-pat tushib sagidab turadi. Gohi vaqtlarda bir necha kinizaklarni akaldirib, billa chumilib ko'ngil ochadi. Ordu bilan haramning o'tirisiga joylashgan bu ordu beg'ida yuqorqi Lalazar Ravaq namliq yozliq sorundan boshqa Huzuri Sabah namliq kuzlik sorun, Huzuri Nava namliq qishliq sorun bor edi. Bahar va kuz fasllik sorunlar ba'ayni katta qasrlarning shaklida yosilib, to'rislari har xil rangdor gul nusxalari bilan hashamatlik yepilgan bo'lib, qasrning ichida turib, atrofning manzilisini bemalol ko'rish uchun 4 temiga har xil shakl chiqarib, to'qilgan yog'och panjara o'rnatilgan. So'g'uqdan, shamoldan daldalanish uchun panjaraning ichi tarafiga aynak o'rnatilgan edi. Huzuri Noruz namliq sorunning atrofiga bahor faslida eng avval bixlindigan, Noruz oyam kuni chechaklab ichiladigan, yupurmoq chiqiradigan har xil gul-giyohlar, dal-daraxtlar tikilgan bo'lib, har yili Noruz oyam kuni Sultan Abdullaxon xonliq tavasidagi donglik shoirlarni, atoqliq san'atkorlarni, muqamchilarni taklif qilib, mushoira, bazma uyushtirib beradi va ularga hamyonlab inomlarni beradi. Shoirlarning turli temidagi masnaviy, g'azal, rubai qasidlaridan huzurlanadi. Huzuri Sabahning atrofiga yozning oxiridan toki kash kuz fasligacha mevalari to'kilib ketmay turadigan olma, anar, omut qatorliq har xil mevalik daraxtlar, g'ozini oson sarg'ayib to'kilib ketmaydigan manzara daraxtlari tikilgan bo'lib, Abdullaxon bu yerda ko'pincha vaqtlarda to'qal kinizaklar bilan mayxo'rlik qig'ash qo'nib qoladi. Huzuri Nava namliq qishliq sorunxona so'g'uqdan dodlangudek puxta seningan bir eg'iz saray. 3 eg'iz qoznaq xos uydan tuzilgan qasr bo'lib, buningda xon qishning uzoq tunlarini gohi bazm mashrab bilan, gohi vaiz maddahlarga jang nomlarini so'ziltib anglash bilan, gohi kitob divonlarni o'qitib anglash bilan tong atqizadi. Bugungi kecha havosi to'liq tinchiq bo'lib, daraxt yupurmoqlarini midirlatqudak shamolmi yo'q edi. Bog'dagi tomizg'larning jiril toshlarini, paqlarning ko'rkirashlarini hisobga olmaganda, Lalazar Ravaqning atrofi Go'riston jimjitligiga cho'mgan edi. Ko'lga bir haza qarab turgan Sultan Abdullaxon ko'l suyida yo'ynib bir oz sagdimoqchi bo'ldi-da, shohona to'n sarpoyilarini yeyishga boshladi. Butda qetib turgan ikki nökər xonning yeshinmoqchi bo'lganligini ko'rib, darhol yordamlashdi. Tambaldan boshqa kiyimlarini silib tashlagan xon marmar peshtoq orqali ko'lga asta kirishga boshladi. Qo'yuq dal-daraxtlar bilan qo'rshalgan ko'l suvi xil salqin edi.
Sultan Abdullaхан көл сүйге bir qancha qitim cho'milgandan keyin nökərləri tashlab bergan yar harbining choqidek yo'g'onliqdagi tulumning o'tirisiga kirib o'ngdisiga yotdi. Uning putlari tulumdan ortilib suvga chilishib turadi. U qo'li bilan suvni chayqag'ach asta xiyolga ketdi. Parchilanib, terixdek chechilib ketgan Yakan Saidiya xonliqini Jannat makon padaru buzrukum Sultan Abdurrahim xonning vasiyati va duolarining barakoti bilan qaytadan birlashtirib, ulug' babai buzruklarim Sultan Said xon va Sultan Abdurrashid xonlarning zamonasidagi katta saltanatini asliga keltirdim. Gerçi qo'shni ellar bilan bo'lgan ushshaq yig'iliqlar bo'lib turgan bo'lsa-mu, lekin har qitimda g'alaba nusrat biz tarafda bo'ldi. Ishki jihatda ancha kim nizolarni va qirg'iz baglarining parakanchiligini hisobga olmaganda el raiyat tinch xotirjamlikka erishdi. Endi iri taraflarga besib kirgan Jo'ng'ar oqsumaklarining qo'shinni qo'g'lab chiqarib, Qumul, Turpan taraflardagi avamni xotirjamlikka erishtirsam, barliq armanlarim amalga oshgan bo'ladi. Afsus, Xudo menga o'g'il bergan bilan insof diyonatini, axloq fazilatini o'yapti. Shahzoda Yo'lbosxonning xonliq taxtga ko'z tikayotganiga 3 yil bo'ldi. U bu niyatidan yenish tugul menga saltanatga qarshi lashkar jug'layotdi. Ordidagi bir qism riyokor amirlar bilan xufiyona til biriktiryotdi. O'tiranchi shahzodam Nurdunxon alam mahoratiga mahir bo'lgan bilan Ziyoda Mamadon va Sharobxo'r qalam mahoratiga ipi yo'q. Uning saltanatga varislik qilishiga ko'zim yetmaydi. Shahzoda Abdumo'minxon bo'lsa alam va qalam mahoratlarini puxta egallagan bo'lsa-mu, lekin shahzodalarning kichik bo'lg'ashqa uni vali ahdi qisam ikki aksi hargiz qoyil bo'lmaydi. Balkim og'i inilar o'tirsida taxt majrosi paydo bo'lib, saltanat urushi malmonchiligida qilishi mumkin. Shahzod Yo'lbosxon buncha oldirab ketmisimu, bu taxt shuninki edi-ku. Oti bilan bola taxt talishibdi desa, el raiyat nima deydi? Avamning ishonchisi suslab qolmamdi. Tasarrufimizda fitna fasod paydo bo'lmamdi. Bizga itoat qilib, ulpan topshirayotgan xonliqlar itoatdan bosh tortmamdi. Bizga dushman xonliqlar oradan foydalanib ketmamdi. Yo'lbosdak g'ayur, bahodir, mard odam bo'lsin, ota izini besib, xonliqni texmi ro'noq topqizsin deb ismini Yo'lbos qo'yib yegan shuncha ormonlarim, suyunganlarim qani. Arzulagan pushtimning bergan javobi shu bo'ldimi? Sultan Abdullaxonning ko'z oldidan buningdan 3 yil avvalgi bir ish g'ilpal qilib o'tishga boshladi. Farg'ona Badaxshon yurishlarining nusrati va Uyratlar bilan bo'lgan bir qancha qitimliq urushning g'albasidan keyingi 3-4 yilda butkul xonliqda tinchlik, osoyishlik asliga kelib, xalqning turmushi xilli yaxshilanib qolgan edi. Sultan Abdullaxon mushundaq bir tinch sharoitda uzundan beri ko'ngli pukkan bo'lsa-mu, ishki dushmanlardan toza xotirjam bo'lolmaganligi uchun amalga oshirolmay kelayotgan haj tavob qilish orzusini yana esiga oldida orda erkanlarining maslahatiga soldi. Uzundan beri Baytul Mubarakka berib haj tavob qilish orzuyim bor edi. Turlik ishki tashqi nizolar sababidan bu orzuyimizni amalga oshirish mumkin bo'lmagan edi. Hala bugungi kunga kelganda dushmanlarimiz bizga ko'z tikanmas bo'lib, el osoyishlikqa yuzlandi. Buni ul muqaddas mudoyimizni amalga oshirishning yaxshi fursati deb qaradim. Bu haqda janobiy amirlarimdan biror maslahat anglab boqay degan umiddaman.
xonning maqsadini bilgan amirlar og'ziga tegmay qo'llaydiganligini bildirishdi. Ayni muttao shoyimizning Baytul Muqaddasga berishi ajoyib katta savob ishdir. On hazratimning saltanat ishlaridan vaqtincha farigh bo'lib, bu savobliq safarda riyozat chekishini niyat qilgan himmatiga ming tasanna. Ulug' Xudovandi karim, saltanatlarini texmi katta qilg'ay, davlat panohim. Sultan Abdullah Xon shu kuni bir qancha amirlari bilan billa haj tavob qilish safariga chiqishni qaror qilib, safar tayyorlik qilishni buyurdi. Xonning haj tavob qilishga mangdiganligini anglagan Iroq yaqindagi amir baglar nurg'un qimmatbaho sovg'a salomlarni akilib, xon bilan xo'shlashdi. Ikkinchi shahzoda Oqsuning noib amiri Nurdin Xon, navrisi Xotanning noib amiri Abaydullah Sultan, bu shahzoda Yo'lvoz Xonning o'g'li. Lamo olaydan kelib, xonning safariga oq yo'lliq tiladi. Lekin safarga chiqish vaqti qistab qolgan bo'lsa-mu, cho'ng shahzoda Qashqarning noib amiri Yo'lvoz Xon texichila kamayotadi. Sultan Abdullah Xon belgilangan safarga chiqish vaqti to'shqan kuni o'g'li Yo'lvoz Xon bilan didor muloqotda bo'lib, xo'shlashamlig'iga ko'ngli yerim bo'lgan holda Hindiston qarab mangdi. Bu yerga mundaq izoh berilibdi. Shu mezgilda haj safariga mang'anlar Kashmir, Hindiston orqali mang'atdi debdi. Shahzoda Yo'lvoz Xon bilan bir qism Qashqar amirlari Sultan Abdullah Xonni uzitib qo'yish uchun Ostonaga kelganda xon olli-burun yo'lga chiqib bo'lgan edi. Shahzoda Yo'lvoz Xonning kutgunimi shu edi. U Qashqarda amirlar bilan qilgan maslahati bo'yicha vaqtni qasdan keyniga so'zib, Ostonaga kechikib keldi. U o'zini kutib olish uchun shahar sirtiga istiqboliga chiqqan o'rda amirlarini boshlab o'rdaga kirdida, Udul Shohnishoga kirib, bahramon holda taxtda o'tirdi. Shahzodaning qop yuraklik bilan qilgan bu qiliqi o'rda amirlarini qattiq cho'chitdi. Chunki xondan ijozatsiz taxtda o'tirish qo'lga ketadigan og'ir gunoh edi. Bu shahzodalar uchunmi o'xshashla tatbiqlanadi. Shahzoda Yo'lvoz Xon o'ziga taajjub ilkida qarayotgan o'rda amirlariga qarab, cho'ngchilik bilan ko'ngildagini aytdi. Saltanatda xon bo'lmaydi. Hazrati Padori Buzruk haj safaridan qaytib kelguncha men taxtda o'tirib, saltanat ishlarini boshqarg'ash turman. Ayni muddo deb Shahzodaning putiga ho'l qish qo'ydi. Qashqardan birga kelgan otaliqi xirqirab so'zlab. Shahzodam Ostonaga kelib bo'g'icha muhtaram on hazratim yo'lga chiqib bo'pti. Bo'lmagan bo'lsa, qiblagohimiz shahzodamni o'z qo'li bilan taxtda o'tirg'izib qo'yib, xotirjam hijratga mang'an bo'ladi. Shundoq shahzodam degan vali ahdidir deb so'z qatdi yana bir Qashqar amiri. Vali ahdining xon yo'q vaqtida taxtda o'tirib, saltanatga posbon bo'lmoqi barhaqdir. Amirlar shahzodadan ayminib jim-jimla turishadi. Bu ishdan biror shumliqni sezgan o'rda bosh mirzisi gumonlangan holda taxtda gidib o'tirgan shahzodaga murojaat qildi. Bu haqda xon oliylarining hech qanday farmoni yo'q edi-ku, shahzodam. Acaba mana men hozir farmon berman. Shahzoda Yo'lvoz Xon taxtdan chashrab o'rnidan turdi-da, bosh mirzini so'zlashga yo'l qo'ymay, g'azab bilan qo'l shiltidi. Kelinglar. Mana bosh mirzining kollasini elinglar. Shu hamon bastlik kelgan ikki jallod yugurib kirdi-da, dong etib turib qolgan bosh mirzini qo'ltiqlab so'rgunicha shohnishindan ochiqib ketdi. Uchiq osmonda chaqmoq chaqqandek yuz bergan bu ishdan amirlarni sur bosdi. Vahimidan tillari kalvalashgan holda qetib qilishdi. Yana qaysi amirning gapi bor? Shahzodaning cho'ngchilik bilan so'rgan savolini javobsiz qoldirib,
barlıq əmirlər durda o'rnidan turishdi-da, qo'l bog'lashganicha hurmat bildirishdi. Titrek ovozlari bilan Şahzodani qutlaqlashdi. Maşaalloh, Şahzodimiz taxtda barqaror bo'lg'ay. Bu yerdagi maşaalloh degan so'zning ma'nosi ko'z tegmasin degan gapkan. Muborak bo'lg'ay, on hazratim. Adalat panohimizning dövlati texmi ziyoda bo'lg'ay. Şahzoda xos xonlarga mansub bo'lgan on hazratim adalat panoh degan so'zlardan mas bo'lib, bayamqi payildan bir oz yondida amirlarga illiq chiroy ochdi. Shu daqiqada o'rda amirlarining yuragi pok-pok. Ular yangi taxtda o'tirgan bu haqan qaysimizning mansab martabamizni elib etib, qaysimizni jazoga buyurarkin deb Sultan Abdullah xonni haj tavob qilishga ziyoda qiziqtirib qo'yishqalaridan pushaymon yeyishgan edi. Pushaymon yeyishmakda edi. Bosh ustida ag'iyotgan ajal, balo qazo soyasidan ularning butkul vujudi muzlamoqda. Şahzodega agishib kelgan Qashqar amirlari bo'lsa, orduning yuqori darajalik mansab martabalarini ta'ma qilishib, qizg'inishib, bir-biriga adovat bilan qarashmoqda. Şahzodaning iltifot, inomiga erishish uchun chiroylariga kulki tabassum paydo qilib hijishmoqda. Afsuski, Shahzoda yo'l bosgan nima sababdandir orda amirlarining hech qaysisining mansab martabasini ep tashlamadi yoki jazolamadi. Shundaqla o'zi bilan ostonaga birlik kelgan, beribla taxtda o'tirish maslahatini bergan amirlarning birgimi iltifot ko'rsatmadi. U cheksiz ta'ma va huduqish ilkida turgan amirlarni bir qo'r o'ngidan o'tkazgandan keyin xazinchi bekka farmon qildi. Bugungi qutlug' kunning sharifi uchun barliq amirlarga bir hamyondan tilla inom qilinsin. Bir hamyondan tillani qo'yinlariga silishgan amirlarning vujudidagi vahima xeyli besiqdi. Gahi amirlar Shahzodaning taxtda o'tirganiga chin ko'ngildan xushmi bo'lishdi. Qashqar bilan Ostona oralig'idagi yo'l Shahzodaga xeyli harduq yetkazgan edi. Shunlashqa u amirlarga qaytishga ijozat berib, o'zi orom elish uchun Shohnishindan chiqib ketdi.